Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yakshanba kuniga Andijon viloyati Jahon bozoridan, Stol bozoridan video obzorimizni qilib beryapmiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpiska tugmasini ezib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Kichkina mehnatimizni qadrlab, like tugmasini bosib, kommentariyaga kim qaydan kuzatyapti yozib qoldiringlar. Qanaqa ishlarda videosini yoritib beraylik, yozib qoldiringlar. Bu ishimiz hurram fasonda 12 kishilik. Bu gullariga shampan sepib qora qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, ikki boshiga kreslo ishlangan, oyoqlari naqshli qilib ishlangan. Material yog'ochni o'zidan qilib chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin, materiali yong'oq fasonda ishlangan, yong'oq materialidan. Oyoqlarni ko'rishingiz mumkin, albatta xon taxta qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xonimiz razmeri 1.20 ga 3.30. Bu ishimiz 12 kishilik ishimizni 9,5 millionga vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Yozib ustakamiz bilan bemalol bog'lanib ishlar mumkin. Telefon qilib Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Katalogini tashlab beradi, yoqtirganinglardan qilib berilaveradi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.